Nimaga bu bo'yanib olgan? Paranji turibdi-ku, yopiq-ku deyapti. Nima kerak bo'yani? Baribir hech kim ko'rmaydi-ku deyapti. Menga aytmagin, xo'p bo'yandi, men bo'yamayman. Shuni ertalab turaman, yuzimni yuvaman, sochimni yig'tirib, ana kiyib olaman, bo'ldi. Va ichkarida meni hech kim ko'rmas ekan-ku deyapti. Rostdan nima uchun kelinlarimiz bo'yalishadi? O'sha paranjini ichida davolandim miyamga. Juda ham uni dunyo qarashi umuman boshqacha, juda bir qiziq savollar berib qoladi, ba'zida javob bera olmay qolaman. Ba'zida savollarga javob bera olmay qolaman debdilar. Ana singlimiz, ey ukamiz o'shaga savollar javobini bilganim uchun men javob berib ketay dedim. Qarang, muslima bo'lgan o'zbek ayollarimiz paranjaning ichida nimaga bo'yanadi desangiz, ular o'zlarining mahramlari bo'lgan erkaklar, erlar uchun bo'yanishadi. Ana siz yoningizda hech kim ko'rmasa bo'yanmayman, hamma ko'rsa bo'yanaman deydiganlar hamma uchun bo'yanishadi, chunki ular hammanikida. Savolingizga javob topdingiz deb o'ylayman. Ana sariq sochli shirin toy yigitni belgilab o'ziga videoni yuborib qo'yasizlar. Yana savollar javobini topa olmasdan qiynalib yurgan bo'lmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.